o'ttiz bir. Uyga ham yutqazdingiz boyvachcha. Xotining 3 kun bizning mehmonimiz bo'ladi. Xuddi shu holat kabi siz karta o'ynash orqali qimor va boshqa tavakkalchilikka asoslangan o'yinlarni tashkil etadigan bo'lsangiz yoki o'tkazadigan bo'lsangiz, siz jinoiy javobgarlikka tortilishingiz mumkin. Demak do'stlar, diqqat qilamiz, tushuntiraman. Ushbu videoni oxirigacha ko'ring va karta o'ynaydigan tanishlaringizga yuborib qo'ying. Demak, diqqat qilamiz, tushuntiraman. Siz karta o'ynash orqali qimor va boshqa tavakkalchilikka asoslangan o'yinlarni tashkil etadigan bo'lsangiz va o'tkazadigan bo'lsangiz, siz bir marotaba ma'muriy javobgarlikka tortilganingizdan keyin ham ushbu harakatni sodir etsangiz, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 278-moddasiga asosan jinoiy javobgarlikka tortilishingiz mumkin. Shunday ekan, hurmatli obunachilar, o'z huquqlaringizni biling, qonunni bilmasdan turib jinoiy javobgarlikka tortilib qolmang. Hamda ushbu videoni juda ham ko'p karta o'ynaydigan tanishlaringizga yuborib qo'ying.